Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalul hassi. Bu has bo'lgan labziniki misalidir bu deydi. Biz endi yuqorida mena has degan nima? Uni dekin am degan nima? Buniki lug'at ma'nosi nima? Xos va amniki mana usul fiqh olimlarimizniki ko'z qarashicha uni nima deymiz? Buniki ustida nima qildik? To'xtaldik. Endi xos qancha qism bo'ladi? Shuningdek am ham qancha qism bo'ladi? Unda o'g'andikin buni bildik, bilgandan keyin bir yaniki o'zida xos bir labzi kipti. Xos labzi masalan Qur'oni Karimda yoki hadis Rasulullohda kelgan bo'lsa, u joyning o'zida bundan chiqqan hukm. Hozir endi biz kitob, ya'ni Qur'onni ustida to'xtalyapmiz. Qur'oni Karimda mana xosdan iborat bo'lgan shu biz tushungan ashu nimaga asosan bir labzi kelgan bo'lsa, u joyning o'zida bundan chiqqan hukmniki o'ziga har qanday bir mu'min musulmonninki o'zi mana amal qilishniki o'zi nima deymiz? Har ayol olsun vacib bo'lgan bo'ldi. Ya'ni farz bo'lgan bo'ldi. Bu farzga hukm men mushadin chiqdi. Farzga Qur'oni Karimdan ilinadi. Endi Qur'oni Karimniki bu xos bo'lgan labziniki hammasi u chog'da farzni uchun bildirmaydigan. Ya'ni buyruqniki hammasi farzni uchun bildirmaydi, hammamizga ma'lum ana. Uning ichida ma'lum qilsa shuni qilishniki farz ekanligini bildirdi. Unda o'g'andikin u chog'da mesela Qur'oni Karimda shunday farz bir hukm xos bir labzi bo'lib, uningdan chiqqan hukmni qilish kerak ekan. Endi bunda bo'lgandikin, yana uningdan boshqa islom dinimizdagi shar'iyniki, ya'ni asos qonun, Qur'ondan boshqa hadis va qiyos bor. Unda bo'lgandikin buniga ikkisi bizniki nimamiz bo'yicha mushta taqobil kelib qapti. Ya'ni biz xolis niyat bilan, ya'ni biz qoidab nima qilibdi? O'chog'imizda buni istidodimiz bor. Unda olsa buniga mushtaq qilib qolsa buni qanday qilamiz? Qaysi amal qilamiz, qanday qilamiz? Uning ustida to'xtaldik. Ya'ni mushundaq taqobil, ya'ni zid kelib qolgan bo'lsa ko'rinishda, agar ikkilisiki har ikkilisi o'z loyiqida amal qilish imkon bo'lsa, u chog'da amaliyotda nima qilamiz? Amalchi qilamiz. Agar undaq bo'lmasa, u chog'da qanday qilamiz? Qur'oni Karim asos bo'lganiki biz Qur'oni Karimdagi oyat bo'yicha hukm amal qilib, qolganini nima qilgan bo'ldik? Ana tark etadigan bo'ldik. Unda o'g'andiki yuqorqi mushu darsimizga asosan xos degan nima? Meni mushni bildik. Bilgandiki buniki misoli nimandi? Buniki misoli. Buning ustida nima qilamiz? Hozir to'xtalamiz. Endi shu xos bo'lganninki misoli Alloh taolaniki yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in degan nimadir? So'zlidir. So'zlidir. Mana bu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in degan mush oyatdagi chiqqan ashu hukm, ya'ni labziniki o'zi asha xos bir labzi bor. U qavm 3. Mana 3 desak bu ne bo'ldi? Bir labzi bo'ldi. Bu xos labzi. Faqat 3 degan labzining o'zi salasa degan gapsi 1 2 3. Mushuni nima qildi? Bildirdi yo 4 emas, yo 2 emas degan gap. Unda o'g'andikin siz mushu 3 deganga qat'iy amal qilishimiz demak o vacib. Buniga yo 2,5 yoki 3 dan yoki 100 10% ya 10% ish bunda qishqish bo'lmaydi. 3 degan bo'lgandiki 3 niki o'ziga qanday qilishimiz kerak? Uniga amalchi qilishimiz kerak. Endi amal qilishda mana bu oyatning o'zida nima deydi Alloh taolo? Mana taloq qilingan ayollarga kelsak, mana o'zini saqlatadi. Yani muntazir, intizar kütüp durdu öz nefsini. Yani öz nefsi pek aktif ketmen dep aşıdak hem de benim yerim kuvvetli dep aşıdak kıttısı o çağın özde bu ayalların özü öz nefsini nime kıldı? İntizar kıldı. Yani saklap durun deydi ikinci bir ergen tiyiş üçün kançılık vakitte 3 ay dedi. 3 ay saklap durun dedi. İşte hemen de 3 ay saklap durun degendikin, yani demek yüzdeki yerden acırıp çıkan ayağın özü şu talakka vaktini tatip 3 ay, yani 3 ay zıkıcılık turuşçu kereken 3 ay emez, yani 3 ay. 3 ay.
3 ay to'misa o'chanizda ma Qur'oni Karimdagi xos bo'lgan hukmga amalchi qilmagan bo'ladi. U farz bunuga amal qilishlik o'zi. Anda o'yladiki bu yerda deydi asos gapniki nimasi? Quru degan bir lafzi bor. Quru degan lafzining o'zi buniki mufridi qar'un. Ya'ni quru'un deydi. Arabniki tilida mana bir til bor ekan. Birsi aslida har qanday bir tilning o'zida bir til bo'lgan ekan, bir so'zlik bo'lgan bo'lsa, buni degan hamonamda buni degan adam boshda bir ma'nini bildirdi deb qo'ydi zodi. Buni da hamma millat, hamma xalq buni ittifoq. Ya'ni bir gapni desa, bu gapni o'zi ma'ni bildirgan, anim bildirgan, unda bir gapchi asosi yo'q. Bu qasim nayt az bo'ldi demdi. Bu nayt az. Endi bu arab tilida endi Qur'un deydigan bir lafzi bor ekan. Uning jamisi Qur'on bo'ladi. Mushu lafzining o'zi endi ikki ma'ni bildirsa-go, yaqin ma'ni bildirsa bir gap. Ammo zid ma'ni bildirib qolgan mushta kelimalar bor arablarning ichida. Shuniki ichida qolgan, masalan, Qur'on. Qur'on degan gapniki o'zi arabcha gap. Ammo buniki ma'nosini iroda qilmoqchi arablarning o'zi birisi to'hr, ya'ni pokizlikni bildirdi, yin birisi heyizni bildirdi. Mushu ikki xil gapni bildiradigan bir talaffuz bu yalaqa Qur'on degan. Anda o'g'andikin bu yer 3 Qur'i degan gapni biz nimani iroda qilamiz? Nimani deymiz? Degan vaqt o'zidan buni ixtilof bor. Buni da bizdagi Hanifiy mazhabda 3 Qur'i saqlab turdi degan 3 oyat, ya'ni 3 hiz. Ya'ni 3 qata odat ko'rdi, undan keyin bu ayol ikkinchi ergi tagisi bo'ludi deymiz. Ma İmam Şafii deydi ya 3 hiz emas, 3 tane töhr deydi. Ya'ni 3 qata mana odat ko'rib, o ayolning o'zi pokiz bo'lish kerak. 3 tane töhrini dim qilamiz, qatog'icha olamiz. 3 tane töhrini ko'rib bo'lgandikin anidikin zam bu xanimning o'zi ikkinchi ergichi tegido deb mushtaqcho qaraydi. Endi bizdagi Hanifiy mazhabning o'zida mana hiz 3 hiz odat ko'rdi deganimiz, qolgan İmam Şafii qatorliq olimlarning ko'z qarashicha 3 tane töhri deydi. Deyishlik o'zi mush Qur'oni Karimdagi mush lafziniki sababidan shu chiqqan gap. Xo'sh, endi deydi u usul shoshi sahibi usul shoshi jazman salasa degan lafzi xosdir. Ma'lum bir sonni tunishtirishda. Mana salasa degan 3 degan gap ma'lum bir son qavmi 1 2 bilan 3 ta chiziq. Mushni bildirdi deganlikdan nima? Hammasiga nima o? Ma'lum. Buni xos. Zat bunu da başka ya bir okşab 4 ne ya ki 2 ni bildirmeydi endi bu. Endi anda o'g'andikin bu 3 degan lafzining o'zi xos o'g'andikin bunda bir lafziniki o'ziga mana amal qilishimiz o'zi xosniki o'ziga nima bo'ladi? Farz bo'ladi. Anda o'g'andikin vojib bo'ladi deydi, amal qilish shu 3 ga amal qilish vojib. Xo'sh, bu 3 ga zot qilmis bo'lmaydi ekan, nima bu ish qat'iy nazar 3 bo'lish kerak ekan. Buni bildik. Agar biz nima qilamiz, uni 3 hiz ya hamla qilamiz, Qur'onniki ma'nosiniki o'zini İmam Şafii nimaga to'g'rigan. Endi madem deydi farzan lav degan nima faraz, ya'ni biz unda qilmaymiz degan gap. Va agar hamla qilinsa, ya'ni yuklansa aqroni atarg'a. Ya'ni bu yerda qo'yib etilgan ayolning o'zidagi nafsini 3 to'g'ri saqlab turdi deb Qur'onni to'g'riga hamla qilib qolsak, qandaqki bu gapga İmam Şafii nima qildi? Badi. İmam Şafii'nin ko'z qarashi mushu. Mana mushunga qilib qolsak, bu İmam Şafii uchan o'zida bu to'g'riniki o'zini nima uchun atar deb bunda oladi desa, shuniki e'tibor bilanki jazman to'g'ri degan muzakkar hezsiz. Hez nima emas? Muzakkar emas. To'g'ri degan nima? Muzakkar. To'g'ri muzakkar bo'lgandikin uchanizda hezga muannasan ayollar bo'lgan ish bo'lgandikin hammamizga bu ma'lum. Ma'lum bo'ldi deydi. Va jazman keldi kitob. Ya'ni nima? Salasatu Quru deb salasa degan ash kitobning o'zi mana jam'iydi keldi. Jam'i qavun Quru'in degan jam'iydi keldi. Ta'nis lafzisi bilan. Men ta'nis lafzisi bilan. Ta'nis lafzisi bilan ki salasata Quru degan bu nima keldi o'n? Mana salasata degan ta'nisi olgan bo'ldi. Ta'nisiki lafziniki oxirida uniki mumayyiz bo'lgan Quru jam'ichu keldi. Kelgandiki bizniki nahviy qoidamizda nima deb o'qigan? Birdan 3 kishilik qiyos bilan bo'ladi. Ya'ni qiyos degan gap muzakkarni ta'siz, muannasi ta bilan ishlatamiz.
Mana 3dan 9gachilik mana g'ayri qiyosga ishlatamiz degan bir odat bor. Nimada? Nahviy qoidasi. Masalan, 3dan 9gachilik bo'lgan odatda u sonniki mumayyizi, ya'ni u sonniki kelgan ismning o'zi mana ta'siz ishlatiladi ekan er kishilarga. Ta bilan ishlatilgan gap ekan. Ya'ni nimada? Salasatu rijal. Mana salasatu rijal deb ishlatamiz. Unuğa salasu rijal deb ishlasa xato. Arabning ko'z qarashicha. Unda o'ndan 3dan 9gachilik uningki mumayyiz bo'lgan, uning oxirida kelgan iliq ismning ko'z muzakkar bo'lgan bo'lsa ta'ni ishlatamiz. Bu muzakkarning bildirdi. Mana salasatu rijal, arba'atu rijal, khamsatu rijal, sittatu rijal deb ta'ni ishlatamiz. Ammo ayollik kelgan vaqt o'zi uchun ta'siz ishlatamiz. Ta'siz ishlatimiz nima? Salasu nisbatin, arba'u nisbatin, khamsau nisbatin deb nahviy qoidasi mushtaqni qilgan gap, buni ishlatilgan gap. İşletken bo'lgandan keyin hamda bu ashtachu g'ayri qiyos deganimiz. Qiyos bo'yicha ta bilan ishlatish kerak. Am muzakkarga nima ishlatish kerak? Ta'siz ishlatish kerak. Buni g'ayri qiyos ishlatadi deganimiz shu. Hamda İmam Buxoriy deydi, İmam Shafiy deydi. Salasatu quru deb ishlatganning o'zidan demak salasa degan muzakkarga ishlatadi. Mana salasatu rijal degandek. Uniki mumayyiz bo'lgan rijal Aşta muzakkar bo'lgan bo'lsa, jam'i bo'lib, uchan o'zida salasatu ta deb ishlatib, ta deb ishlatganligi demak, salasatu keyin kelgan narsa o'zi nima o muzakkar deydi. Ya'ni muzakkarku muzakkar nima to'g'ri deydi. Unda o'g'andiki biz qo'roqdan to'g'rini iroda qilamiz. U salasatu bo'lmay, salasu bo'lgan bo'lsa, uchanimiz qo'ri degan gapniki o'zi ucan nima bo'ldi? Muannas bo'lib, hayzni shu iroda qildik. Şuna biz deydi İmam Şafii al-Salasa Qur'niki meselesi salasat athar deb mana irod qilishimiz sababi nahvini qaysi asosiyasi uchun mushtaq qilmaymiz deydi. Shundan uxtudi men dalla deydi. Uxtudi men mushu kitobda kelishniki o'zi shuniki jazman mana bu nima aqra degan lafzning o'zi muzakkarniki jam'isi ekan. Muzakkar qavu athar degan Qur'onning ikki ma'nosi bor dedi-ku, birisi to'g'ri, birisi mayz. Unda o'g'andiki bu Qur'onning jamisi quruq bo'ladi. Unda o'g'andiki salasatu quruq degan gap, ya'ni muzakkar bo'lgan attarniki nimasi bo'lgan bo'ladi, uchan o'zida jamisi bo'ldi, 3 ta to'g'ri degan cho'k gap bo'ladi. Bu muzakkarniki jamisi nimadir? O muzakkar to'g'ridir. Yani to'g'rining jamisi nima? Attar. Uchan o'zida dediki Alloh taolo salasatu attarin degan cho'k gap bo'ladi. Deydi. Zaten İmam Şafii'len İmam Azam'ın otursa 3'te çatak yok. Lekin Qur'i degan lafziniki ishlatishda ikki xil lafzi ishlatgandan keyin İmam Şafii mushuni asos qilib, yana mushu nahviy qoidani asos qilib buni chu devadidan. O to'g'ridir. Mana mushu İmam Şafii'dek, men İmam Şafii mushuni deydi. Degandiki biz agar hamda qilib shu Qur'onning o'zini to'g'riga ashundaq Mushtaq dedi İmam Şafii, biz 3 tane to'g'ri bo'ladi deb qolsak, 3 tane to'g'ri de 3 tane 3 qata pokiz bo'lish kerak, odat ko'rayotgan ayolni taloq qilganimiz eri deb qolsak, uchat qanday ish qiladi, chataqni biz chiqadi. U qonun lozim kelib qoladi, amalni tark etish mahasqa. Bu xasni bitti 3'ti. 3'ten iborat bo'lgan bu muayyan 3'ni bildirdi. Uçağımızda biz salasatu atar deb qalsak 3 tane anime, 3 tane pakizlik deb qalsak uçağımızda 3 bombay ya 2 yarım ya 3'ten ziyade bo'lib qoladi. Ama 3 degan nimeti muayyan bir 3 ta sonni bildirdi. Buni amal qilishimiz uchun vojibdir. Shuning uchun biz u yerdagi Qur'onniki ma'nosini o'zini mana atar olmay nima olamiz uni hayz ochu olamiz deydi. Nimishqa? Mana holu deyden bununki misali. Li'anne men hamelahu. Çünkü cezmen nima uchun bu xasq amal qilishini tark etgan bo'lamiz desa, buning dalili shudir ki cezmen bir odamiki hamlik qilgan bo'lsa, bu odam shu Qur'oni to'g'ri hamlik qilsa, mana İmam Shafii'dek. Yo'q, bu salasat attar degan gap bo'ladi desak, u chog'da ijob qilib qoladi. Mana bu hamlik qilish 3 to'g'rini belki 2 to'g'ri va 3niki ba'zi ijob qilib qoladi. U qavi 3 to'g'ri, 2 to'g'ri va 3niki ba'zi degan gap, ya'ni 3niki 2 to'g'ri bo'ladi, 3-chining ba'zi bo'lib qoladi, 3 bo'lmaydi.
Bu bo'lgandan bu qavlsa bu ba'zi shunda bir vahvanizda bir ba'zi salis oldu. Va üçlük ba'zi anda bir töhriki vaqi oldu. O töhr deme ayol kishi. Ayol talaq vaqi oldu. Yani erning o'zi ayolni talaq qatgan qanday talaq qiladi? Sun'iy talaq nima? Sun'iy talaq men mu'min, musulmon degan odamning o'ziniki ayolni ajrashib ketsa, achchiq kelganda voy deb qupli emas. O adam qanday qildi? Ayolimning o'zi töhrik, yezin pokiz bo'lgan holatdami emasmi? Deb andaki bunu dikkat qilib, andaki bu ayolning o'zi agar odat kirib qolgan bo'lsa, odat vaqti olgan bo'lsa, uchan o'zi uni saqlab turib, andaki pokiz olgan chaqda nima qiladi? Talaq qiladi, agar talaq qilib ketsa. Bunda bir saqlaydigan ish bu talaq nima? U sunniy. Unda o'g'andan bu mu'min musulmon bo'lgan odam qanday qiladi? Uchan o'zi hezi qilmay, qanday hayot qildigan gap? Töhrdi qilgan gap. Töhrdi qilgan o'zidan töhrdi pokiz olgandan ya bir kun o'tadi ya 2 kun yutib qoladi. Bir gün ya 2 gün yutib qolgandan uchan o'zidan Alloh taolo nima dedi? Uchan o'zida 3 tane töhr degandan 3 tane töhr olmaydi. 3 tane töhr olmay, unikiga 2 töhr var. 2 töhr qolsak, o birinchi töhrniki o'zi ya 1 kun ya 2 kun yutib qoladi. Yutib qolgan vaqt o'zida nima bo'ladi uchan o'zidan? Dal tam 100 bo'lmaydi. Uchan o'zida xosqa amal qilishni iborat bir bütün xosqa amal qilishni iborat bo'lgan men 3 tane töhr degan gapga amal qilmagan bo'ldim. Uchan naqschu bo'ladi. Şutamam deb. Naqs olgandaki biz şu an bu yerdeki Qur'onniki o'zini mana athar demak uni hayz yani huyaz deb mustaq nima qilamiz unugan bunuchu amal qilamiz-ki yani 3 tane odatchu ko'rdi. Deymiz. Chunki nima qilgan? Chunki har qanday bir mu'min musulmon odamniki o'zi qanday qiladi? O'ziniki ayoliniki o'zini odat ko'rgan vaqt o'zida talaq qilmaydi. Talaq qilmagandiki qanday qilib saqlab, mana odat ko'rgan bo'lsa, töhr pokiz bo'ladi. Pokizlik ichida anadiki talaq qiladi. Pokizlik ichida qolgandan anadiki bu ayol qanday bo'ladi anadiki uniki bir hez ko'rdi, uniki pokiz bo'ladi, yine hez ko'rdi, yine pokiz bo'ladi, yine hez ko'rdi. 3 tane dal 100 bo'lgan bo'ladi. Bizning dalilimiz menimi musho deydimdi. Unda bo'lsa mesela nima uchun salasatu quru deb kelib qoladi desa, uchanizda buniki nahviy qoidasiga asosan u boshqa yerda kitob tafsir narsa chiqadi. Endi bu chanizda buni nima qiladi? Salasatu quru degan gap, masalan, salasatu yoki bir muannas bo'lgan bir ismni taqdir qilib, uchanizda bunda to'g'rilaygan. Bunda ishba arablarning deyilsa-da. Biz endi ma gapni tushunib oldik aslini. Ya'ni bir odam bizniki ayolini men talaq qilgan bo'lsa, uchanizda 3 tane 3 qatim odatchu ko'rish kerak ekan. 3 tane odat ko'rib bo'lgandan keyin anadiki bu odam, bu ayolning o'zi o odamniki rasmiy 100 nikohdan chiqib ikkinchi bir odam taksib bo'ldi ekan. Biz bu yerda salasatu quru degandiki salatu huyaz dedik. Unda o'g'andiki 3 tane hez dedik. İmam Şafii nima dedi? Töhr dedi. Unda o'g'andiki payuxarraju dedi. Tahrij degan gap xaraja yuxarij xaraja chiqdi degan gap. Xaraja yaxrij xuruj chiqdi degan gap, axraja yo'q ixroj dedim chiqiryapti sirtqi degan gap. Mana tahrij degan gap, ya'ni bir narsani asos qilib turib, uningda bir ushaq narsani chiqarganning o'zini tahrij deydi. Ma fiqh kitobning o'zida ma'ning muharraj qilib tahrij chiqadi degan gap, ma muharrijidir degan gap. Ya'ni bir narsa asos qilib turib, uningni asos qilib, uni shaxlatib unda chiqargan narsani o'zi tahrij deydi. Unda o'g'andan keyin chiqariladi mushu asliga banan. Mush asliga banan bir asli qurib oldik hamda. Qurib olgandiki bu usul bo'ldi yani. Fiqh ahkam usul bu yerda chiqadi. Chiqadi qolgan shaxschilar, tövanki shaxschilar chiqadi. U qanday chiqadi? Mana. Mushu asliga banan tövanki masalalarning o'zini shaxshiltib chiqaramiz. Bu salasatu qurudi salasi yiu. Hayz dedik. Bu İmam Şafii an dedi, andaki bu yerden andaki uşak ahkamda bir-birisi o'xshamaydi. Her ishkilisi bo'lmasa, her ishkilimizde şu salasatu quru degan oyat eslemen deydi. İmam Şafii shunda deydi, İmam Mazhabi shunda deydi. Lekin oyatni tushunishda, oyatni tushunib, ijtihod qilib, mushundaq qilishda u yerda ikkisi o'xshamaydi. Bu tushunishning o'zi hech qanday vaqtning o'zida arab tili zid emas. Shu arab tiliniki qonun va prinsiplarning asosida muşda o'xshamaydi endi. O'xshamaychi chiqib qoladi. Tövanki bir qancha hukm chiqadi. Qanda? Raj'atniki hukmi 2-3-yezda raj'atniki hukmi chiqariladi. Mana
Üçüncü hez. Yani ne deydi o? İmam Şafii rahmetullahi aleyh 3 tane töhrü degendekin o adam töhrde mümin Müslüman bolgan sünnet boyunca amel kılmadan töhrde talak kıldı. Töhrü talak kılgandan o bir töhrü oldu, ikinci, üçüncü töhrü oldu mu? Üçüncü töhrününki üzüde ne deydi o? İmam Şafii o çanın üzüde o adam ayalgan yeni vasap boludu deydi. Dahi üçüncü töhrü ne kılmadı o çanın üzüde tügümedi. Üçüncü töhrü olgandan üçüncü töhrününki üzüde recciyatniki hükmü çıkıdı. Yani üçüncü töhrününki üzüde İmam Şafii bombaydı deydi. Üçüncü ara şundaqları hez ketkendikin üçüncü töhrününki üzüde adamın üzü ayalga yeni vasıcı bombaydı. Üçüncü töhrü olgandikin üç töhrü ketdi yandı. Tüyütçü de pakiz olgandikin. O canın üzü bombaydı. Biz ne mi deymeyiz? Bizniki üzü üçüncü töhrününki üzdü mü? Üçüncü töhrü olgandikin bir iki onudaki hez hesap kalgandikin bir hez ikinci hez dikin andikin töhrü oldu. Üçüncü defa üçüncü hezdeki aldıdaki töhrü olgan oldu. İmam Şafii'deki töhrü degenin. Onda o andikin üçüncü töhrününki nezide bizdeki yeni vasip oldu. Dikay o ayal erniki konudu çiketmedi deyimiz. Şuna şu deyimiz. İmam Şafii çok çiketti. Üçüncü tör tügep daha tör yeni bir hezli köy geldiğinde çıkıp kaldı deydi. Biz uçağınızda onu demeyimiz, onu çıkarttı demeyimiz. Ve şu recciyatniki, hükmündeki yok oluşu bu nimboluda uçağda çıkıyor. Yani recciyatniki hükmü yani yanlış olası boludu diyen hüküm bunu deme muşum koroniki üzerine hez ya ki etar ilş meselesi üzüldükçe bunu kuruludu. Kurulgandıkken şu olan erning ayalığı yenemiriş diyen hükümdeki yok oluş ve bar oluşu muşluğu bağlaydı. Bizdeki Hanefi mezhebindeki üzerinde üçüncü töhrünü kögendikin deydi. Üçüncü töhrünü kögendikin uçağın üzerinde şu töhrü tüge hamanamla İmam Şafii'deki tügeydi. Bizdeki nimkınmaydı, tügemeydi. Bizi kandırgaydı. Üçüncü töhrü ama üçüncü hez üçüncü töhrü de karalgan anın deyik çok keyin keldi. Bu tügeydi. Vayla gayri olgan nekaniki durslığıdan ibaret olan hüküm muşluğu çıkıdı. Yani bir adam bir ayakında kıptı, bir ayağının üzü o ayağını bir adam bir töhrüde talak kıptı. Töhrü talak kandikin İmam Şafii asasen bu bir töhrü oldu. O bir hez gördü. Onundaki adet pakiz oldu. İki töhrü oldu. Onun deyken yeni bir adet gördü. İki hez oldu. Onun deyken ki üçüncü hez oldu. Bu üçüncü adet töhrü oldu. Üçüncü töhrü tügep ketken kadar uçağınızda bu İmam Şafii'ninkiden tigvasap bulmaydı. Bizdeki de çoğu boludu. Çünkü biz nimin yapıysa iddiatın çıkışı nimin yapıysa hez yapıysa iki hez oldu. İki hez olgandikken tak üçüncü hezi şu köymedi o yanının üzerine. Üçüncü hezi köymegen bolgandikken üçüncü hez tügep ketken kadar uçağınızda bir adam tekken bolsa uçağınız için nikahçı durus oldu. Hem de ayağındaki özü hez adette nikah kılamdı, kılmamdı yüzün işi. Ama şer'i tarafta nima o durus. Ama hez adette nikahsız olmaydı degan gapni çünkü hez adette ayan bir yakası olmaydı yani bu itibara olmaydı hem yüz işkisi bilip adet kürüp kaldı ayak olmaydı sabır kılıp turuştu gel yüzü değişip koysa uçağda haram iş olmaydigan olsa o buluverdi. Onunki o nikahın sırtidagi bir iş. Vayla şu nikahını iptal kılıştaki hükmü muş asliga bilan çıkıdı. Mana iptalni nikahınki iptal kılış. Yani bir adamniki üzü bir adam ayağınınki üzülü talak atkan bolsa aşı töhrününki içinden uçağınızda İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin nezide üçüncü töhrü tügep boğuşilik uçağınızda ikinci bir adamki tivagan bolsa nikahsının boludu uçağınızda batıl oldu. Uçağın nime nikahsı uçağınızda batıl oldu. Çünkü üçüncü töhrü tügümedi yandı. Tügümegen boğun. Ama tügep ketkendikin lan uçağınızın bolsa tigvasa uçağınızı durus deydi İmam Şafii. Ama bizdeki neme oldu? Batıl oldu. Çünkü üçüncü töhrüdeki yine üçüncü hez keldi. Bizdeki töhrünü hesaplamagan diken, hez dep hesaplagan diken, bir töhrüdeki mat töhrü oldu, töhrüde kıp kalgan diken, onudaki bir hez oldu, onudaki mat töhrü oldu, ma hez oldu. Bu neme Mana mat töhrü oldu, ma bir töhrü oldu deydi. Töhrü olgan diken ma hez oldu, hez olgan diken uçağınızda ma iki
Ma birinci yezdeki bir töhri oldu. İkinci yezdeki andaki ma töhri tüygendeyken andaki ise İmam Şafii'deki iddeti çıkıyordu. Bizdeki tehi bu ayağının üzü bu töhri hesaplamay ma töhrdeki ma bir adet gördü. Adet bir yez ma iki tehi ma var. Ma oğandaki tehi ma ağırlıqdaki töhri oğan oldu. İmam Şafii'deki ma tüygen amanamlan andaki çıkedi deydi. Biz çok bu tüygendeyken tehi ma yez. Tehi kürvadı da andaki bu köse andaki bu tüyse andaki çıkedi o. Deyimiz bu itibardan benim muşudaq əktiyip qalğan bolsa bizniki de İmam Şafii'ninki de men 3 töhri şundaq tügep 3-cü hezkega vaxt özüdə əktiyip qalğan bolsa bu deyiverdi. Ne bolu nekası çok batil. Nekah olmaydı. Biz çok bunun için ne deyimiz onu boludu deyimiz. Nimişkan? Çünkü bu ayağındaki iddeti 3-cü hezi bilen çıkıdı deyimiz. İmam Şafii çok 3-cü töhri bilen çıkıdı deyil. 3-cü Yezi köge vaxtı törtügeydi. Bunu ona andikin nekah sonmaydı ki. Ve hapisteki hükmü yine şu esirgini mekuludu çıkıdı. Benim hapisteki hükmü solaş, tok tutuşundaki hükmü şunu çıkıdı. Yani bir adam yüzdeki ayağını talakvatkan dikin yüzdeki üyde tutuş gerek. O ayağın şu iğrilen tutkan öyneki yüzüde iddet toşkan kadar şu öyle turdu anıdayken o erinin yüzü iddet toşkan deyken çıraydık at anısı kaşığa apırıp koydu. İşte apırıp koydu bu. Kur'an'ın şekli ise bu. İddet nerede tutkan boz talak ayağının yüzü iğrilen ön nerede tutkan bozu şu şeyde ne koludu iddetini tutudu. Bu ise Kur'an'ın hükmü çoğumuşu. Şuna bu da vaxtı kandak kılıdı. Onda vaxtı yüzü de ben şu erniki yüzü ayal ikisi hem talakkı vattı iddet şeyi tutmakçı ikisindeki oturdan mani oluduğun bir tukkan ayad için bildi yatı demdi. Bildi yetip ya öğün ağrıp ya ikisi ayada mayada yetip ya bazı soğuk kağımız müştak kılıdı. Anladıyken 3 ay ya 3 ay iddet toşudu. Anladıyken yüzün iddet resmi toşkandıyken atanisi olan başka çıkandı çıkıyordu ya ayak çıkıyordu müştak oldu demdi. Şimdi bunun kartanı ki hepsinin hükmü ki yani erniki üzü mene İmam Şafii'ninki de 3-cü aşo nemig asasen 3-cü töhrige asasen 3-cü töhrige ama tügügeçe 13-cü ülmenin hutunu ma diddet ya tutup dursa da toxtup turalaydı. Bizdeki de 3-cü tügendeyken onun hukuku tügeydi. Ama bizim mezhepte şu 3-cü töhride kim ma? Yeni tek o kişinin hukukçu tügümeydi. Kanda onu da yez tek boğandaki o yerde 5-6 gün. Yani en ahir tügen günü yeter. Yani şunda tügüde ben şunun kadar anındayken o o ayağını toxtup tulaydı. İmam Şafii'deki 3-cü töhri boğandaki şunu şunda tügettiler. Yez o avaleti çıkıyordu dendi. Yani bu uçu çıkıyordu. Ve de itlak ve de onu kuvvetiş. Yani erinin üzü ayallağını benim iddetimde çıktın sen dep kuvvetişin üzü muşu nimige asas oldu hazır dedik mene ve mesken niki hükmü. Yani erniki üzü ayağını kuvvetkendiyken 3 yez tüygen kadar ayalga toxtuduğu bir yer veriş gerek. Ya üydü turdu ya bir yer tutup verdi. Şimdi İmam Şafii'deki de ama töhride kalgandıyken bir töhri, 3 töhri olgandıyken 3-cü töhri yani bizdeki de 3-cü yezdeki aldık töhri oldu. Uçağımızda muş 3-cü töhriden uçağda muşu tüggen kadar bir yer toxtup beriş çıkın hemen kıp beriş erdin geldin vacip. Böyle 3-cü töhri şunu tügedi dedi İmam Şafii. Ma vezkega vaxt özü tügep getdi dedi. Biz dimdeymiz. Ya bu 3-cü yezdeki ba mağun. Bununla tügendik. 3-cü yez bu oldu. Bu oğandaki bu tügendeki anındaki nimo çoğuzağı da uçağımızda hepsi kırış. Yani toxtuvelişin hükümü anındaki çok yadı boludu deyimiz. Böyle inpak kırış. İnpak kırışındaki hükümü bunu uçuyordu. Yani inpak kırıp kutunun bekış. Bütün nepkisi bekış. Yani nepkisi bekış ki bir adam üzüm ayağını kuvvetken bolsa, böyle iddeti toşkan kadar onunki yemek, içmek, kiyim keçek. Emmini kıpbiriş adın geldiğini yeme vacip. Vacip boğandiken, yani bizdeki iddet nimeden düşüdü o? İmam Şafii'ninki de tügeydi o töhrü bilen. Bizdeki şu heyz bilen. Anda o anki İmam Şafii'ninki de şu 3-cü töhrü boldu ma, nepki bir iş geldiğini tügüdü. Acaba beğenmeydi. Bizdeki dediğimiz 3-cü töhrüdeyken tehi tügümedi. Bizim 3-cü yeyiz var. Biz töhrü hesaplamaymagandı ki 3-cü yeyiz oğandayken şu 3-cü yeyizi tügen kadar anadaki ne makalıysa berisiz onudaki tügeydi o deyimiz. Şunu da huluyunun hükmü. Hem de huluyunun hükmü degen yani bir adam yüzdeki ayağı bilen upda ütüptü. O
erniki o'zi hech qanday bir ayolga mana o'zniki erlik huquqini ado qilishda hech qanday bir jafo sep yoki urib tillab zulm unda bir ishini cho'q qilmabdi. Taqvo muttaqi yaxshi bir odam ekan. Yaxshi odam bo'lib turgan. Mana Allohning rasuli bak so'ydigan ayt ubda odam ekan. Shunda bo'lsin qalb Allohning ilkida bo'lgandan keyin bu xelimniki o'zi ko'ngli tushmabdi. Tushmaslikdan yo boshqa bir odam buzib emas. yoki boshqa bir ish emas, yomon maqsad emas. Lekin mushunda bo'lay, bak yaxshi bu erim desimi, ko'ngli bir yan olmabdi. Chunki qalb Allohning ilkida. Endi bu shunday bo'lganda qanday qildi o'shaning o'zida? Mushunda bo'lgan vaqt o'zida endi mushunda qilaversam, erim nima qaqshitib qo'ymayman, norozi qilib qo'ymay deb, ondiki qanday qilgaman, norozi qilmayman degancha ko'ngli unmagandan keyin uni boshqa olmaydi endi. O'shaning qanday qilgandan keyin xudi degan bir taloq bor. U taloqqa meni olgan mehrini berdi yoki ushq yoki ziyoda ikkisi qamlashdi. Ya'ni erniki taloq qilish huquqining o'zini ayol o'zi uchun setib oladi. Setib andiki o'zini nima qiladi? Taloq qildi. Bu nima bo'ladi? U xudi taloq bo'ladi. Endi xudi taloqniki hukmi meni qanday qilgan gap? O'chal buning hukmi chiqadi ekan. Mana bir odam ayolni taloq qilgan bo'lsa, mana ayolniki, ya'ni xudi taloq qilishniki huquqi Imom Shofiyniki tövri degan bo'lgandiki 3-tövriga shunday tugadiman tugab ketdi. Uningdagi xudi qilish haqqi tugaydi. U xudi bo'lmaydi uningdagi. Biz deymiz, yo'q 3-tövridagi kim u yo'q 3-yiz vatahi. Meni maya tövri degan ma bo'lgandan uningdagi ikki dona yiz oldi degan. Ma Imom Shofiydagi 1-tövr, 2-tövr, 3-tövr oldi. Tövri bo'lgandiki bu tövriniki o'zida bu 3-tövrin o'zida bu tövrilar tugaydi. Bizdagi maya taloqqandiki ma 1-yiz, ma 2-yiz, ma 3-yiz. Ma 3-tövrdagi ma 3-yiz ma tugaydi. Unda bo'lganki Imom Shofiydagi ma 3-tövri bo'lgandiki darhol tugab ketdi degan gap. O'sha xudi qilolmaydi. Chunki yot bo'lib ketdi. Chunki xudi qilish uchun u odamning ayoli bo'lishi kerak, u ayol u odam er bo'lishi kerak. O'sha 3-tövri tugab ketdi, butunlay nikoh chiqatdi. U xudi uchun bo'lmaydi. Bizdagi uchun bo'ladi. Bizdagi bo'ladiki qanday qiladigan ekan 3-yiz tugab ketgan qadar texo ayol erningki nemisi bo'ladi, ayol bo'ladi. U ayolning o'zi erningki ayol bo'lgandan keyin tex nikoh bo'lgandan keyin mushu 3-yizniki ustida xudi taloq qilsa o'chaning o'zi nima bo'ladi deymiz? Bo'ladi deymiz. Endi va tazawuj zawji bi uxtiha va erniki elishniki hukmi far'i qilib chiqiladi. Shu ayolniki singlisi bilan. Men ayolning singlisi bilan men elishniki hukmi far'i chiqadi. Bu nima degan gap? Ya'ni bir odam bir ayolning og'a vaqtning o'zida shu ayolniki singilni bir nikohda jo'g'lashga bo'lmaydi. Bu nima? Harom. Ya'ni o adam bir qizvalni bir ayolni erib, uniki ayni zamonning o'zida singlisniki yoki tog'asi, hammachisiniki erishniki o'zi nima bu? Harom. Endi qachoniki bu adam endi buniki Asiya singlisini olaman desa, o'chaningizda bu odamniki o'zi ayolni qo'yib yetish kerak. Qo'yib anadiki bu ayolning o'zi iddat to'shidi. Iddat to'shqandan keyin andiki bu ayolning osini olamdi, singlisini olamdi, tog'asi, hammasini olamdi. O'chaning uchun bo'ladi. Endi bu odamda bir odam o'ziniki ayolni qo'yib yetibdi. Ayolni qo'yib yetgandan keyin Imom Shofiy iddat tutish kerak. Iddat tutish kerak ekan Imom Shofiy nima deydi buningda? Mana bunda tövri tutdi deydi. Ya'ni mushu tövriniki o'zida qolgan keyin bu 1-tövr, 2-tövr, 3-tövr bo'ldi. 3-tövr bo'lgandan keyin bu odam bu ayolni qo'yayotgan bo'lsa, shu ayolniki mana shu singlisi vaka yo osi vaka buni olmoqchi ekan. Olmoqchi bo'lgan bo'lsa, darhol mush 3-tövr tugandan keyin anadiki 3-yiz deylar nimaniki bizning Hanifiy mazhabda. Buning ichida ayolning osi singlisi yoki osi bo'ladi. Bo'ladi deymiz. Biz uchun bu chunki Imom Shofiy 3-tövr chiqatgandan keyin u yotib ketdi, u chog'da bo'ladi. Ammo bizning mazhabda uchun biz yiz tutgandan keyin bu tövr oldu, bu 1-yiz, bu 2-yiz, bu 3-yiz oldu. 3-yiz bo'lgandan keyin texma 3-yiz tugimadi. Tugimagandan keyin odamniki bu ayol ayol oldu. Unda bo'lgandan keyin 3-yizniki o'zida ma tövr tugab ketgan edi. 3-yizniki ichida singlisi osa harom. Chunki mana singliniki o'zi bir nikoh jo'g'lashning o'zi Qur'oni Karimning degani bo'yicha nima harom. Bu chiqadi deydi. Va ila 4-chi xotini erish
to'rt xotinni elishning hukmi yuqori asliga chiqadi, shu o'zining ayoldan boshqa. Bu nima qiladi? Chiqadi deydi. Endi bu qanday chiqadi? Buniki chiqishi, ya'ni bir odamniki 4 tane ayoli bor ekan. 4 tane ayoli bo'lgan bo'lsa, bu odam bir ayolni qo'yib etibdi. Qo'yib atgan bo'lsa, bu ayolniki Imom Shofiyning ko'z qarashicha 3 tane to'hr bilan tugaydi. U 3 tane to'hr nima bilan bo'ldi? O odam mu'min musulmon bo'lganda to'hrning ichida taloq qildi. To'hrning ichida qilgandan keyin ma bir to'hr bo'ldi. Buning ichida qildi. Ikkinchi to'hr, uchinchi to'hr. Uchinchi to'hr bo'lgandan keyin u chog'imizda mana ma odamning o'zi agar yana 3 xotin, 4-chi xotin qo'yayotgan, men 21 xotin deb 4 qilaman demoqchi bo'lsa, bu Imom Shofiynikida ma 3 tane to'hrniki o'zida ichida tugab ketgan qadar os bo'lmaydi. Zot bizning Hanifiy mazhabimiz shu. Imom Shofiynikida 3 tane to'hr shunday 3-chi hayz keldimi? Shunday pokiz bo'lgandan keyin u odamniki 3 tane xotin bo'ldi. Xotini ayol bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin u chog'imizda bu odam o nimaning osi bo'ldi, 4-chi ayolning osi bo'ldi, chunki nikohdan chiqib iddatni tushib ketdi deydi. Bizniki shu bo'lmaydi deymiz. Tushunmishqa? Chunki bu odamning o'zi ma to'hrida taloq qilgandan keyin ma oldidagi agar bir nima bor, mena hayz va 2 hayz va ma hayz bilan chiqadi. Ma to'hridan emas, ma yerdan. Unda bo'lgandan keyin bu odam mani tugab ma hayzning ichida egar bu adam xotinni bir 4-chi xotin ep qalsa 5 xotin olgan qoladi. Bu nima emas, durustchu emas. Chunki o odamning o'zi taloq qilsa, nikohning ichida odamning ayoli bo'lgandan keyin shu 4 xotinni elish islom dinimizga ruxsat. Unda bo'lgandan keyin buni qarta bu odam qo'pib, andan keyin bu o xotinniki o'zidan ma Imom Shofiylik ma hayzning ichida agar ep qolgan bo'lsa, uchaning o'zida bu nima bo'lgan bo'ldi, ayol ya'ni hayz ko'ribdan qo'yatgan ayol. Ammo to'g'ridan tugidi, hayz ko'rdi. Şundan nima qildi? Uçanın o'zidan iddatni chikatdi degan gap. Bizniki cho'taqa iddat tiqba degan gap. Unda o'g'andan keyin biznikida agar mush iddatning ichida ep qolgan bo'lsa, durustchu bo'lmaydi deymiz. Harom deymiz. Chunki ayol va 4-chi ayol iddatni to'shmaydi deymiz. Imom Shofiyda tugida to'g'ri bilan deb mustaqcho chiqdi. Shuningdek, yana shu asliga bilan chiqarildi mirosdagi hukmlari. Mirosning hukmlari. Miros qanday hukm? Mana bir ayol o'lib ketgan bo'lsa, u chog'da erning o'zi ayolni nima qilibdi? Taloq etibdi. Taloq qilgan bo'lsa, u chog'ning o'zidan shu taloq qilingan ayol shu erga nima bo'libdi? Shu bir odam ayolni taloq etibdi. Taloq qilayotgandan keyin u chog'ning o'zida bu taloq qilibdi. Taloq qilib bo'lgandan keyin teqa ayolniki iddat to'shgan qadar nima bo'libdi? Odam o'lib ketibdi. O'lib ketgan bo'lsa bu qanday bo'ladi? Endi iddat bu ayolniki iddati nima bilan bo'lmoqchi? 4 oy 12 deydi, ya'ni hez bilan deymiz. Unda o'g'andan keyin buning qarta andiki miros masalasiga o'zi men mushning qarta tushib, Imom Shofiynikida ma hez bo'lmagandan keyin 3 to'hr bilan mushu 3 to'hr, 3-chi to'hridan keyin andiki bu odam o'lib ketgan bo'lsa, u chog'ning o'zida Imom Shofiy deydi, bu ayol erniki ayol emas, miroschi, varischi bo'lamaydi deydi. Biz deymiz, nima deymiz? Yo'q, bu ayolnikdagi odamniki nimasi bu ayoli. Chunki iddat u nima bo'ladi? Ma 3-chi hayzdan keyin, ma 3-chi hayzdan keyin andagi chiqadi. Taxi 3-chi hayz tusa taxi. Unda o'g'andan keyin bu ayol odam nima bo'ladi? Varischi bo'la oladi debchi mundaqchi qaraymiz. Ma kasrat ta'dadihan. Mana miros hukmlari yuqori asli bilan tahrij qilib chiqariladi. Shu miros hukmlariniki sonini noyti nima bo'lishi bilan jiqcho'l bo'lishi bilan deydi. Bu nojiq, endi vasiyat nima va kaza deganidek ashtaq narsa uchun chiqadi. Bu men mush asliga bilan andiki far'iy masala, shar'iy mahkamaning shar'iyniki ushaq masalaniki o'zi mush asliga bilan nima qiladi bu yerdan chiqadi debchi shunday aytandi. Mana bu gap İmam Şafii'den İmam Azam'ın o'ttirsidiki, Şafii mezhebiyle Hanifi mezhebinin o'ttirsidiki meselelerinki o'xshamasligini müşahidinki chiqdi. Endi bunun da hedisi yok. Bunun da nimi yok, hedisi yok. Hedisi bo'lib qolsa-mı, bunun da asasen hedisi bu to'g'ri yok. Unda o'g'ani bu hukmni mana mujtahid olimlarimiz o'zidagi ijtihodiy aql tafakkurini ish qilish orqali, ya'ni ulumul arabiyaning qoidasiga solib, men mushundaq hukmni chiqargan. Hemmisi şu işkilisi Kur'an deydi yani. Kur'an amal qildi, A mı deydi, biz mi deymiz, o mu deydi. Unda o'g'andan keyin far'iy ahkamniki o'zida mazhablar o'ttirishga ixtilofning o'zi bu ixtilof emas.
Bu ixtilof emas. Bu nima? U rahmat. Bu rahmat deymiz. Chunki har odam Qur'on yetishga nima qiladi? Asoslanadi. Bu qanday rahmat bo'ladi? Chunki bir narsaning o'zida bir xil gulniki zohir tarafda bo'lgan, bir xil gul, bir xil shakl bo'lgan bo'lsa, u bir go'zallik. Ammo shuning ichida har xil gullar, har xil ranglar, har xil shakllar bo'lgan bo'lsa, texnik go'zallik bo'ladi. Ya'ni bu nima degan gap? Bu yalaqi parchalanish emas, bu turlanish. Ya'ni asosi biriniki ichida mazhab, ahkam masalagi mazhab bo'lgan bu mazhab o'zi, bu nima o'xshaydi? Asli yildiz bir. Buniki darxi bo'lgan daraxtni har xil yupurmoq, har xil büyük chiqdi. Buni odam texim hayron qolib qoldi. Bu tarboqlashish. Bu nima qilish? Undan nima qilish? Har xil sinib qolgan, shunda tarmoq bir shaklda, shunda bo'linib, ya'ni bo'linib desak nima bo'ladi, ya'ni ayrilish. Ya'ni har xil tarmoq bo'lib, shundaqcha shundaq shaklda hozirlanish. Mana bu hammasi nima go'zal. Shu buni nima? Mal Hanifi olsun, mal Shafi'i, Hanbali olsun, hammasi to'g'rining yo'lining ustida yaxshi ish deymiz. Endi buni insonlarning o'zi uqmay, ba'zi vaqtdagi o'zida bu ta'assub qilish jihatdan mundaq tushalmay, bu adovat yuziga olib qolgan, zot bo'lmaydi degan dushman darajada bo'lib qolgan bundaq bir holatchi bor. Bu nima? Ta'assubiyat bu tarafi bu xato. Chunki qaysi mazhab bo'lsin, ahkam masalasidagi İmam Shafi'i, İmam Ahmad, İmam Malik, İmam Azam bo'lsin, hammasi Qur'on asos qiladi. Unda o'g'aniki bu to'g'ri. Lekin e'tiqodiy masalaning o'zida hargiz bunday degan olmaydi. E'tiqodiy jazman nima o? Bir. Uni olib, va gul bo'ldiki, ani e'tiqod mana bu e'tiqodning o'zi bo'linsa, fikri va e'tiqod aqida tarafi bo'linadi degan gap. Bu aslida tiydi parçalanıp ketdi degan gap. Uçağımız nima qilmaydi. Har qanday vaqtning o'zida bir vaqt chunki e'tiqod va iymon nima? Hamma amalniki yildizi, manbas. Bu parçalangandagi va to'pidagi narsa hammasi parchalanib ketdi. Bu nima o? Durustchu emas. Buni qarta şu an e'tiqodiy masalaning o'zidan Qur'oni Karim hadis rasul asos qilgandiki, buni nima qilamiz? Unda chiqib turamiz. Zodi to'g'ri, sening xato, men andoqchi deymiz. Uni mustahkam turamiz. Buni salasuli qilib, "Manda debdi, men Qur'onda aytgan emasmi? Andaqki, mandaqki" demaymiz. Bizning e'tiqodimiz nima? Ahli sunna val jamoa bo'lgan. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonini tortib, mana sunnatni asos qilgan sahobalar, salaflar, tabiin, tabi'in asos qilgan bir e'tiqod qilgan bir e'tiqod nemisi var, bir usul var. E'tiqod qilgan bir doirasi var. Biz shuningki nemisida e'tiqodida. Mana undan keyingi undan boshqa mazhablar uchun, mesela Mu'tazila deydi, Havarij deydi, Şia deydi, Rawafiza, İsmailiyya deydi, Aghaxoniya deydi. Mana mushuniki hammasi e'tiqodiy tarafdan shu yo'lga unmay, yo'lga unasi nima bo'ladi? Qur'on uniki 7. Mana 7 unmay bo'la, shuna anidagi e'tiqodiy tarafdan nima qilgan? Bo'linib chiqib, islom dinimizga, islom dunyosiga o'xshamagan falokatniki o'zini kelishi shu. Ya'ni hozirmi shu ana. Hozirmi shu. Hozirmi shu islom dunyosiga bo'lgan urush talashimiz mazhab emas, ma'yinaqi. Ahkam masalasiga bo'lgan ya Hanifi yoki Shafi'i ya Ahmadi, Ahmad İmam Hanbalniki mazhabining o'ttirisiga bularning o'ttirisiga ixtilof urush talash emas. Bu yerda e'tiqodiy masalasiga bo'lgan urush. Mesela Suriya, Iroq va undan boshqa Yamandagi bo'lgan urush e'tiqodiy tarafdan chiqqan bu nima bu urush. Bu nashda qon masalasiga o'zini keltirib chiqadi. Bu nima? Harom. Bu qattiqchi bo'lmaydi. Ha yo'q, u musulmon ekan, biz mana e'tiqod unda ishi yo'q. Ammo ma ahkam masalasi o'zida mazhab deymiz, yana e'tiqodiy tarafda buzilgan kishilarning o'zini firqa deymiz. Buni atalishi shu. Mazhab ma ahkam masalasi bo'lgan Hanifi mazhab, Shafi'i mazhab deymiz. Buni mazhab deymiz. Ammo e'tiqodiy mazhab degan olmaydi. U nima? Firqa, parchalanib chiqqan. Ya'ni ahli sunna va jamoat shundoq payg'ambar kelgan yo'l parchalanib chiqiblar. Derhal yüzündeki nemesi bölünüp parçalanıp etip yıldızın yüzüne müştak qilgan deb uni shu nima qilamiz. Endi unda o'g'an ekan, mana shu İmam Azam, İmam Shafi'niki qarab baqar, har ikkisi bir oyatga isliqliq bo'lmasa. Salasatu quru degan ash gapniki o'zidan mana tushunish jihatda mushnaqchi bir minch masalalar chiqadi. Bu yerda hech qanday bir bo'lmas zidlik yo'q. Zidlikchi yo'q. Unda uni har ikkisi Qur'onga Eslemen degandiki Qur'onni asos qildi. Şu an bunun hammasini deymiz uni hidoyat, ya'ni to'g'ri yo'lning ustida, to'g'ri yo'lning ustida bo'lsa, lekin ma'nisal ubdaroq. Mesela bir yer bağa vaqt o'zida yo'l bir qancha yo'li dani. Shu yo'lda masal ubdaroq yo'l. Ma'nida bo'ladi.
deydigan ishimiz bor. Ma yo'lga borsam bo'ldi, lekin a yo'lda ma yo'lsa yaqinroq yoki tuzroq yoki bak yasayotgan yaxshi yo pul olmaydi yoki nima qilmaydi deb o'tirib, andagi ma yo'lda mangimiz hammasi bir ash yo'lga nima qiladi, ash maqsadga shu opurdi. Ammo e'tiqodiy tarafda shu, e'tiqodiy tarafning o'zida yo'lni tigidan tortib pochilanib etib, ichidan ruh, ma'naviyat ash tigidan tortib pochilayotgan yo'l. Uçağın o'zida mana masal ayaga u Xudo deydi ekan, mana payg'ambardagi unda ish yo'q. Buni undaq çok qiladi, çok bo'lmaydi. Bu falokat. Bundan amal bor, nima qilishimiz kerak? Bundan saqlashimiz çok kerak. Wa akhir da'wana alhamdulillahi robbil alamin.